Otani pensiyasiga ko'z tikib o'tirgan nokaslar borda, otani pul pensiyasini kelishiga ko'z tikib o'tiradi. Kelsa-yu olsa. Bechora hali qo'li pul ko'rmagan, pensiyaga chiqqandan beri hammasini bolalar qiyrat yotibdi. Ota-onani mehribonchiligini qarang. Kafanini olib qo'yapti, 30 metr kafanini olib qo'yapti. Go'rkovga, yugurchiga, domilaga pul yig'ib qo'yapti. Ertaga to'satdan o'lib qolsam, bolamni qo'lida bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tana xijolat bo'lib qolmasin. Otasiga kafan yo'q ekan, onaga o'zi qilib qo'yapti, o'limligini ham qilib qo'yapti. Kerak bo'lsa, o 3-4 kundan keyin ehsoniga ham pul tashab ketyapti bolaga. Qo'yiga ham yetadigan, dasturxoniga ham yetadigan. San ber, otayni, onayni pensiyasini qoqvaguncha san ber, ko'rish ular bilan, pul bilan hadoya qilib duosini ol, rozi qil.